Shamsiddin aka, 3-shart yakunlandi. Bir fikr mulohazalarini bildirib, baho qo'yishga o'tamiz. Mana hozir ikkita yosh san'atkor ukalarimizning ijodlaridan bahramand bo'ldik. Men bularga boshdan yana aytaman, birinchi bosqich, ikkinchi, uchinchi bosqich bo'yicha qo'ygan ballarim Shohjahon birinchi shart bo'yicha 9 ball. Abduhoshim Yo'ldoshevga 9 ball. Ikkinchi shart bo'yicha Shohjahonga 9 ball, Abduhoshim Yo'ldoshevga 9 ball. Ana endi 3-shart bo'yicha Shohjahon Yoriyevga 10 ball, Abduhoshim Yo'ldoshevga 10 ball. Demak, menda hozir ikkalasi 28 bo'ldi. Biz tinchlik va do'stlik tarafdorimiz deydi. O'zi to'g'risini aytganda, hozir eng qiyin joy keldi hay'at a'zolari uchun va shu joyda yana bitta narsa Shavkat akamizga o'tishdan oldin, qadrli tomoshabinlar, siz shunchaki tomoshabin sifatida, san'at muxlisi sifatida xohlaganingizni tanlash imkoniga egasiz. Bu hozir berilayotgan ta'riflar va baholar bu nisbiy, aynan hozirgi ijro uchun, hozirgi chiqishlar uchun shuni ham hisobga olishinglarni so'raymiz, chunki xohlaymizmi yo'qmi, duel bo'lgandan keyin muxlis o'tiradi ikkita tomonda. Biz bu duelga chaqirishdan maqsad ma'lum bir masalani yechish emas, shunchaki bir chiroyli dasturni yaxshi kayfiyatda tayyorlab sizni hukmingizga havola qilish. Shavkat Matyoqubov. Endi mana ikkita ijrochini nima deb ta'riflab o'tadigan bo'lsam, birinchi Shohjahon ijro etdi. Chap qo'li chaqqon, haqiqiy o'sha yosh, yugurib turgan jozibasi bor. O'sha chiroyli ijrolar bo'ldi. Men 9 qo'ydim. Abduhoshim akaga endi to'g'risi men shu chalgan narsalarni ozgina tushunmadim. Men ming bora uzr. Shunga 8 qo'ydim. Endi mana xafa anaqa bo'lishi, endi har kim o'zining qulog'i bor-da, misol uchun albatta fikri bor. Ikkinchi shart bo'yicha Shohjahon tor chaldi, ikkalasiga ham 9 balldan. Yomon emas, ikkalasi ham ijrolari ikkinchi sharti juda ham yoqdi ikkalasini. Uchinchi shartga keladigan bo'lsak, shu yerda ozgina o'zimda ham bir nima bo'ldi. Shu joyda sizga alohida ahamiyatli, chunki siz albatta. Endi mana Shohjahon chalgani haqiqiy rubobchi ekanligini ko'rsatdi. Mana endi to'g'risi ikki xil yo'nalishda bular. Bittasi masalan xalq cholg'ulari bo'ladigan bo'lsa, bittasi maqomchi haqiqiy. O'sha Ali Boboxonovning o'sha Xurramini chalib berdi. Haqiqiy o'zi joy-joyida hamma narsasi me'yorda. Endi Abduhoshim akaga keladigan bo'lsak, masalan, ashula aytdilar. Ashulachi ko'p ashula aytib yurmaganlari ko'rinib turibdi. Masalan, o'sha ovozidagi ozgina qaltiroqligi endi hayajondandir balki. Keyin yuqori pardalarda og'zini ochmasdan masalan yumib aytishlar. Hozirgi hayajon. Hozirgi ijroga baho. Men ikkalasini ham masalan hozir eshittiribman. Hozirgi baho boyaga aytganingizdek, shunga to'g'risini aytsam, men endi yoshlik tarafdoriman-da. Men Abduhoshim akaga necha qo'yganini aytmayman, lekin Shohjahonga 28 qo'ydim. Abduhoshim akaga sal pastroq qo'ydim endi. Uni aytmasangiz bu qaydan bilamiz endi? Xo'p, mana 26 deylik. Xo'p. Tushunarli. San'atjonga qoldi. San'atjon o'zi haligi o'tkazib yuborilaveradi-da, bular katta, bular gapirilsin deyiladi, lekin shunaqa joyi keladi, final qismi. Xuddi hozir hammasini shu San'at Sharipov hal qiladigandek bo'lib tuyulib turibdi-da. Bu yosh ekan ham-ku, bu indamay o'tiribdi deyshadi-da hozir. Onamdan tashqari hamma teletomoshabinlar, chunki onam sizni juda ham yaxshi ko'radilar va juda yuqori baholaydilar. Ishtirokchilarimiz ijrolari juda go'zal, o'zlari ham ijodlariga ko'z tegmasin. Birinchi, ikkinchi shartga keladigan bo'lsak, ikkita ishtirokchimizda ham kamchiliklar yo'q emas. Shuni hisobini olib 9 balldan qo'ydim. Birinchi shartda ham, ikkinchi shartda ham 9 balldan qo'ydik. Barobar, ha. Uchinchi shart keladigan bo'lsa, shu Xurram kuyini ijro etdilar. Endi biz kutib turdik, Tohir Rajabiy yo'nalishidami yo Ali Boboxonov. Kutib turdik. Endi o'sha yuqoridagi gapim, har bir sozandani o'zini
Shunaqa. ijrosi bo'ladi. Ha, Shunaqa. baribir tortib ketdi o'ziga. Lekin juda ham chiroyli ijro, ko'z tegmasin, qo'llaringiz dard ko'rmasin aytganingizdek 10 ball. Abduhoshim aka keladigan bo'lsak, onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Ekran qarshisida tomosha qilib o'tirgan onajonlarimizga ham juda ma'qul keldi shekilli. Albatta. Shunaqa. 10 plyusi bilan qo'ydim men lekin. Zo'r. Otam rahmatlidan eshitganman. Endi o'tmaslaridan oldin ustozlardan eshitganman deb gapirardim. O'tganlardan keyin aniq tiniq qilib otam rahmatlidan eshitganman deb gapiraman va ular ham kimdandir eshitganlarini aytganlar. San'at bu bir gulzor. U gulzorga kirgan inson xohlagan gulini hidlaydi va shubhasiz har guldan o'ziga yarasha ifor chiqadi. Mana shunaqangi ma'noda keltirib berishgandi. Hozirgi ikki ijrochimizni ishtiroklarini ham, ijrolarini ham xuddi shunday baholasak bo'ladi. Xohlasangiz unisini iforidan bahramand bo'ling, xohlasangiz bunisini. Ana kuy ham bor, ijro ham bor, sozanda ham bor, xonanda ham bor. Uni ustiga boshida o'qilgan haligi o'ziga xos bir kirishni, qo'shiqqa kirishni to'g'risini aytish kerak, ancha yil ashula aytib yurganlar ham qoyil qilib gapirib qo'ya olmaydi. Keyin Ali Boboxonov, Tohir Rajabiylar yodga olindi. Tohir doda umrlari uzoq bo'lsin. Men juda ham yaxshi tanishman u inson bilan. Haligi rubobchilik san'atimizni qanday tushuntirsak bo'ladi o'sha. 3 ta nom aytilsa bittasida bo'ladi albatta Tohir Rajabiyning nomlari va bugun dasturimizda qatnashishlari kerak edi. Ma'lum bir safar sababli kela olmadilar. Men nima demoqchiman? O'shanaqa sozandalari bor yurtda mana bunaqa sozandalar davom ettirishyapti. Bu ikkita ijrochini orasidagi yosh deyarli Shohjahonning yoshiga teng. Deyarli. Shunday ekan biz oldin ham shunaqa sozandalarimiz bor bo'lgan, kelajakda ham bor bo'ladi deb aytsak bo'ladimi? Bo'ladi. Albatta. Hamma fikr bir joydan chiqdi. Biz esa biroz tanaffusdan so'ng umumiy ballarni e'lon qilamiz. Birinchi safda Tanavor kuyini ijro qildim. Buni juri a'zolari juda iliq kutib olishdi. Men o'ylayman, yaxshi ijro qildim deb o'ylayman. Ko'nglim to'ldi ijro qilgan asarimda. Hakamlar albatta adolatli, chunki birinchi asarda Tanavorni choldi ukamiz. Tanavorni endi rubob uchun mo'ljallangan bo'lganligi uchun, dastur bo'lganligi uchun rubobda o'sha Tanavorni ijro qildi ukamiz. Men ham qaysidir o'zbek milliy kuylaridan tayyorlab kelishim mumkin edi. Mana asosiy maqsadim boshida aytdim, o'zimni ijodimni sotishim. Maqsad xalqqa ko'rsatish asosiy maqsad. O'shaning uchun men o'zim ijod qilgan asarim bilan boshladim. Raqibim ijro qilgan birinchi shartdagi kuylari juda ham chiroyli, go'zal, o'zlari bastalagan kuy hisoblanadi. Menga juda yoqdi. Meni ikkinchi asarimda jurilardan Shavkat aka sal tushunmadim bu anonga degan e'tiroz bildirdilar. Abduhoshim akaga endi to'g'risi men shu chalgan narsalarni aslida tushunmadim. Men ming bora uzr. Bunga meni qarshiligim yo'q. Endi bularni yo'li haqiqiy maqom yo'nalishida bular. Bu yer ozgina bo'lsa ham как shou unisida chiroyli bir yondashish maqsadida, zamonaviyroq yondashish maqsadida men shunaqa nima qildim. Bu narsani ham o'sha menga telefon qilishganda ikkinchi turda ixtiyoriy bo'ladi. Duel deyishganligi uchun men dueldan bundoq qarab xayolga nima keladi duelda? O'sha kabboylar, nimalar o'sha tomondan olib kelishga harakat qildim asarni. Shunga alohida asar tayyorlab keldim men. Uning ichida o'sha ozgina bo'lsa ham sharqona lablar orasida o'zbekona lablar shunaqa gibrid bir narsa tayyorlab kelishga harakat qildim. Men ularning e'tirozidan xafa emasman. Ikkinchi shartda raqibim bilan tor cholg'usini ijro qildik. Unda men Ozarbayjon kuylarini ijro qildim. Raqibim esa o'sha gibrid ham Yevropada ham O'zbekiston ijrosidagi asarlarni ijro qilib, qo'shib ijro qilishdi. Undan so'ng o'sha jurilarimizni o'zimiz kutmagan holda yana ozgina o'sha tor cholg'usida o'zlaridan hech narsasiz hech narsa jo'rligida kuy eshitaylik deganlarida men ozgina dovdirab qoldim, nima chalishni bilmay qoldim. Undan so'ng o'sha o'zim o'ylab miyamga kelgan birinchi o'zbek kuyini ijro qildim.
uchinchi shart bo'yicha man nima deyman, yana o'sha Shavkat akada ozgina e'tiroz bo'ldi. Men yana boshida aytgan gapim, men bu yerda o'zimni ijodimni, o'zimni an'anamni ko'rsatish uchun kelganman bu yerga. U Shavkat akani fikrlari, ya'ni u kishi ham bir tomonlama harakat qilyapti. Ular maqomda dars beradilar, maqom institutida. Maqomchi sifatida qarayaptilar hozir menga. Men maqomchi emasman, lekin bu narsani o'zim qilganman. Bu o'ziga yarasha o'zini muxlislariga, o'zini shinavandalariga ega bo'ladigan ajoyib qo'shiq bo'lgan deb o'ylayman. O'zimni maqtamoqchi emasman bu bilan, lekin chiroyli asar bo'lgan. Shuning uchun onam uchun shu narsani ijro qildim. 3-shartgacha men o'sha Argan cholg'usi ijrochi jo'rligida ijro qildim kuylarimni. Raqibim esa o'sha minusga ijro qildi. Juri a'zolarimiz faqat o'zlari yakka ijro qilishsa 2-3 marta aytishgandan so'ng menda fikr paydo bo'ldi. 3-shartda o'zim yakka o'zim ijro qilaymi degan fikr paydo bo'ldi. Aslida o'zi Argan cholg'usi jo'rligida ijro qilishim kerak edi. Keyin o'zim ijro qilishga qaror qildim, chiqib ijro qildim. Bu juri a'zolarimizga juda ham ma'qul keldi. Xo'p, hay'at a'zolari katta rahmat. Avvalambor ishni menga qoldirmaganingiz uchun. Chunki bir gap bor, haligi bu barmoqni tishlasang ham og'riydi, bunisi ham og'riydi deydi. Qadrli teletomoshabinlar, biz hamma ta'rifni to'liq keltirib berdik deb o'ylaymiz. Hay'at a'zolari ham o'z fikr mulohazalarini bildirishdi va shaxsan men mana shu dasturni olib boruvchi sifatida, umuman oddiy bir san'atkor sifatida va mana shu jarayonda ishtirok etib turgan inson sifatida bugungi ijrolardan, ishtirokdan juda ham mamnun bo'lganimni aytmoqchiman. To'g'risi, bunaqa jarayonga ishtirokchi topish anchayin muammo. Chunki hamma ichki tomonda bir-birini imkoniyatini yaxshi biladi. Va bitta narsa, Shohjahon har doim qayerga chaqirsak labbay deb javob beradi va bitta qoyil qolganim, Abduhoshim bir og'iz qo'ng'iroq qilganimizda bajonidil ishtirok etaman. Agar meni mana shunga tanlab chorlashgan ekan, nega yo'q deyishimiz kerak deyildi va ikkala ishtirokchimizga ham bir narsani aytmoqchiman. Duelda kimdir yarador bo'ladi. Busiz iloji yo'q. Men o'sha yaradorlikni bugun o'z bo'ynimga olmoqchiman. Qaysi ma'noda? Ikkala ijrodan ham yarador bo'ldim. Qo'sh tirnoq ichida. Va ochig'i rosa xursand bo'ldim, mazza qildim, rohatlandim. Chunki hamma dasturni ham ochig'ini aytish kerak, bunday ishlayvermaymiz. Demak, ballarni e'lon qilamiz. Abduhoshim Yo'ldoshev 82 ball va butun shu hay'at a'zolarining fikri bilan kelib chiqadigan bo'lsak, 1 ball yuqori bilan, endi yangi O'zbekiston yulduzi endi shu yoshlar mazza qilsin deydi-yu. 83 ball bilan bugun Shohjahon duelda g'oliblikni qo'lga kiritdi va o'ylaymizki, bu narsa haligi taltaytirib yubormasdan kelajakdagi yaxshi jarayonlar uchun turtki bo'ladi, bir pilla poya vazifasini o'tab beradi. To'g'rimi? Mard o'g'lon degan ko'krak nishonini taqib olganlar, bu yoqda madaniyat va san'at fidokori. Bu degani, bu allaqachon mana shu fidokorlik darajasiga yetib bo'lgan. Bu yoq endi nega mard o'g'lonligini ko'rsatish kerak degani. Biz esa qadrli teletomoshabinlar, e'tiboringiz uchun rahmat demoqchimiz. O'sha qadimda diktorlarimiz haligi endi telekanallar faoliyat boshlaganda 70 yil bo'ladi bu yil. 70 yil boshlaganida shuning bilan bugungi dasturlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur deyishardi. Biz ham shuni aytmoqchimiz. Toshkentda duel yakuniga yetdi. Keyingi duellarni kutib qoling va albatta mana shu jarayonlarni o'tkazib yubormaslik uchun Toshkent telekanalini kuzating, ijtimoiy tarmoqlarda, hamma joylarda va albatta teleekranda. Hurmat bilan Kamoliddin Muhiddinov va ijodiy jamoamiz. Salomat bo'ling. Hurmatli ishtirok etishni xohlaganlar, siz san'atkormisiz yoki boshqa soha vakilimisiz? Buni ahamiyati yo'q. Bizga murojaat qiling va biz albatta sizga teng iqtidorli, ya'ni dueldoshni topamiz. Dasturimizda ishtirok eting, o'z iqtidoringizni namoyish qiling. Balki qo'shningiz ham, qarindoshingiz ham bu haqida bilmas. Biz esa buni butun ommaga namoyish etamiz. Toshkentda duel. Bizga murojaat qiling va biz sizni duelga chorlaymiz.